Gepatit B kasalligi bilan kasallangan bemorlarda tuzalganlar bo'lganmi? Yaxshi savol. Demak, gepatit B'ni aytdik. Ikki xil shakli, o'tkir shakli bor и surunkali shakli bor. Demak, gepatit B'dan o'tkir gepatit B bilan og'rigan bemorlarni kattalarda 95% tuzalib ketadi. 5%da surunkaligi o'tadi. Kimda o'tadi surunkaligi? Qachonki kasallik yengil o'tsa, ya'ni fermentlari past, ya'ni intoksikatsiya, zaharlanish alomatlari past yoki bilinmaydigan ham. Ya'ni bu degani nima degani? Kasallikning yengil o'tishi o'tkir gepatit B'da. Immunitet virusga qarshi yaxshi ishlamayapti degani. Kurashmayapti degani. Shuni natijasida biz xursand bo'lamizki, gepatit B yengil o'tyapti bu ukada yoki opada yoki kimdadir. Yengil o'tyapti deymiz. Vaholanki buni asorati yomon. Yengil o'tgan o'tkir gepatit B katta foizda surunkalik o'tib ketadi. Shuning uchun kattalarda immunitet yaxshi, kuchli bo'lgani uchun o'sha 100 ta gepatit B bilan og'rigan bemordan, katta bemordan 95 tasi tuzalib ketadi. 5 tasi surunkalik o'tadi. Endi kattalarda, bolalarda aksincha. Bolalarning immuniteti juda ham past. Chaqaloqlarda masalan B gepatit yuqib qolsa chaqaloqqa hozir bo'layotgani yo'q bu narsa. Hali aytdik-ku, hozir vaksinatsiya boshlangandan keyin 2000-yildan hozir chaqaloqlarda gepatit bo'layotgani yo'q umuman. Lekin o'sha bir paytlarda gepatit B keng tarqalgan vaksina yo'q paytlarda shu 10 ta chaqaloqga virus B yuqqan bo'lsa, shundan 9 tasi surunkalik o'tib ketardi. 10 tadan 9 ta surunkalik o'tib ketardi. Bittasi tuzalardida. Tushunasizlar? Mana o'shaning uchun hozir masalan hozir paytda sirroz bilan yurganlar yoki surunkali gepatit bilan yurgan bemorlar o'sha paytda 25-30 yil oldin, ya'ni vaksinatsiyadan oldin yuqtirgan kasallar hisoblash mumkin. Shuning uchun bu yerda immunitetning roli juda ham katta. Gepatit B'da immunitet hal qiladi hammasini. Shuning chaqaloqlarda immunitet past, kurasha olmaydi, virus organizmda qolib ketadi, surunkalik o'tib qoladi. Kattalarda immunitet kuchli ishlaydi, shuning uchun faqatgina 5% dagina surunkaligi o'tadi, qolgan 95% tuzalib ketadi. Hech qanaqa sirroz, hech qanaqa fibroz, rak rivojlanmaydi. Virus qolmaydi. Yo'q, virus qolmaydi. Ana ularni tekshiradigan usullar bor. Tuzalib ketganini tekshiradigan usullarimiz ham bor. O'sha usullarni qo'llasak, o'sha bemorda B gepatitga qarshi antitelalar, ya'ni immunitet rivojlangan bo'lsa, demak aytamizki, bu tuzalib ketding deymiz. Lekin surunkali gepatitdan tuzalish juda kam bo'ladi. Surunkali gepatit B'dan tuzalish juda kam bo'ladi. Chunki ularda aytdik, ularning immuniteti avval boshdan nimada past. Immunitet past. O'shaning uchun virusni chiqarib olmagan o'z paytida. Endi biz hozir mana shu virusga qarshi dorilar beramiz-ku. Virusga qarshi dorilar bergandan keyin virus kamayadi. Virusni PCR analiz chiqmay qoladi. Lekin o'sha virusning qobig'i chiqishi mumkin. Buni masalan semichkaga o'xshatish mumkin-da, B virusni semichka. To'liq semichka bor. Chala semichka bor, ichida chaqsangiz po'sti bor-u, ichida mag'izi yo'q. Virus shunaqa holatga borib qoladi-da, ichida mag'izi yo'q, ustida po'chog'i bor. Bizda qachon tuzaldi deymiz? O'sha po'chog'i yo'qolgandan keyingina bemori tuzalgan deyishimiz mumkin. Po'chog'i yo'qolsa, ungacha kuzatuvda turaveradi bemor. PCR o'sha analizi chiqaveradi. Chiqmaydi. Lekin HB antigen degani bor, po'chog'i o'sha chiqaveradi. Semichkaning ustiga po'chog'i chiqaveradi. O'sha po'chog'ini yo'qota olmaymiz. Agar po'chog'ini yo'qota olganimiz edi, shunaqa dorilar paydo bo'lganda yana bitta revolyutsiya bo'lardi. Ya'ni ana C gepatiti dorisi chiqqani, dorisini topganlar o'sha Nobel mukofoti bo'lgan bo'lsa, xuddi yana shunaqa dorilar chiqsa B ga qarshi yana Nobel mukofoti beradi. Unda juda katta revolyutsiya bo'ladi. Ya'ni o'sha B'ni po'chog'ini yo'qotadigan. Po'choq bormi, demak jigar ichida mag'iz ham bor-da. Qonga chiqmayapti faqat. Qonga chiqmayapti. Jigar ichida o'tiribdi virus. Bunaqa holatda boshqa
insonlarga yuqishi mumkinmi? Chala virus bo'lgan taqdirda ham yuqishi mumkin, lekin yuqish xavfi kam bo'ladi. Masalan, bu narsa homilador ayollarda yaxshi o'rganilgan. Masalan, o'sha homilador ayolda agar virusni miqdori ko'p bo'lsa, ya'ni 2000 dan baland bo'lsa, undan tashqari virusni yuqumliligini belgilaydigan alohida markeri bor, Y antigen deydi. O'sha Y antigen musbat bo'lsa, unda onadan bolaga yuqish xavfi ko'p bo'ladi. Onani qonidan bolaga o'tib qolish xavfi bor. Ana shunda bola o'zini virus bilan tug'iladi-da. Unda bola tug'ilishi bilan o'tkazilgan vaksina foyda qilmaydi. Chaqaloq virus bilan tug'ilgandan keyin qancha vaqtda yuzaga chiqadi u narsa? Yuzaga chiqishi endi u 1,5 oy, 6 oy vaqt kerak. Virus masalan tug'ilayotganda yuqqan bo'lsa, bolaga tug'ilish jarayonida, Tug'ma bo'lsa. tug'ilish jarayonida yuqqan bo'lsa yoki 1,5 oy, 1 oy, 2 oy oldin yuqqan bo'lsa, u bolada, chaqaloqda kasallik manifest, ya'ni paydo bo'lish uchun simptomlari 1,5 oy bilan 6 oyning orasida vaqt o'tadi. Tug'ilish jarayonida agar yuqtirgan bo'lsa, unda o'sha 1,5 oy, 6 oy vaqtdan keyin ma'lum bo'ladi. Qonini olib tekshiriladi chaqaloqni. O'shanda virus chiqadi o'zini. U tug'ilish jarayonida yuqqan virus yo'qoladimi keyinchalik? Qiyin. Chaqaloq-ku bu. Chaqaloq bu. Shuning uchun mana bolalarni hozir emlanyapti dedik-ku. Amnaqa tug'ilgandan keyin emlanadi. Tug'ilgandan keyin emlanadi. Keyin 2 oy, 3 oy, 4 oyda yana 3 marta emlanadi. Endi mana bizani o'sha proyektlarimizga yoki o'sha protokollarimizga kirmagan Yevropada, Rossiyada agar onasida B virus bo'lsa, onada B virus bo'lsa, bola tug'ilishi bilan bolaga o'sha immunoglobulin degan dori bor. Ya'ni tarkibida o'sha B virusga qarshi antitelalarni saqlovchi immunoglobulin bor. Tushuntira oldimmi? Ana shunda bola tug'ilishi bilan birinchi o'sha immunoglobulin yuboriladi, ketidan vaksina yuboriladi. Agarda mana bola tug'ilayotganda yuqtirsa, ko'proq shunaqa bo'ladi. Tug'ilish jarayonida yuqsa, onani virusi o'sha bolaga o'tdi. O'shanda immunoglobulin qilinadi bir marta. Immunoglobulin virusni topadi-da, blokirovka qiladi. Ya'ni neutralizatsiya qiladi. Kasallik rivojlanmaydi. Mana bizda shu narsa yo'q hozircha. Bizning respublikamizda bu protokollarga kirmagan hozircha. Buni kiritish kerak. Jigar sirrozining davosi bormi? Endi jigar sirrozi deganda ham sirrozi har xil shakllar bor, stadiyalar bor. Ya'ni sirrozi klass A'si bor, A klass deydi. Bu kompensatsiyalangan sirroz bo'ladi. Keyin B klass deydi, bu subkompensatsiyalangan sirroz deydi. Dekompensatsiyalangan sirroz, bu C sinf deydi. Child pube unaqa bo'yicha C sinf deydi. Endi mana C sinfni endi davosi yo'q. Buni C sinf deganda nima tushuniladi? Qorinda suv yig'ilgan, ko'p yig'ilgan. Ensefalopatiya holatlari bor, ya'ni bemor xotirasi buzilgan, boshqa bir marta, 2 marta qon ketgan bo'lishi mumkin. Bularni davosi faqatgina jigarni alishtirish. Transplantatsiya o'tkazish kerak. Endi birinchi kompensatsiya bo'lgan jigar sirrozi, bularga juda cheklov qo'yish kerak emas. Bular uyin ovqatlarini bemalol yeyishi mumkin. Yog' qilib, achchiq emas, alkogollarsiz uyin ovqatlarini bemalol yeyishi mumkin. Go'sht yeyish kerak, albatta o'sha 2-3 ta tuxum oqini yeyish kerak. Hosil bo'lish uchun bularga transplantatsiya kerak emas. Bularga o'sha oddiy gepatoprotektorlar, keyin C virus bo'lsa, C virusni dorisi beriladi 3 oyga, B virus bo'lsa uni uzoq muddat, yillab o'sha virusga qarshi dorilar beriladi. Transplantatsiya ular kerak emas. Lekin o'sha ikkinchi, masalan, B sinf, ya'ni ozgina qorinda suv bo'lgan, ozgina sariqligi bor, to есть subkompensatsiya. Hali ja bilan 3-chi dekompensatsiya deb bo'lmaydi-da. Ularni ham davolab turish mumkin. Lekin ikkinchi o'sha B sinf, C sinfga o'tadigan bo'lsa, albatta bu yerda iloji boricha tezroq jigar transplantatsiyasini o'tkazish to'g'ri bo'ladi.
demak, A klassida, ya'ni kompensatsiyalangan sirrozda davolanib turiladi-da. Hmm. Lekin to'liq tuzalib ketgan sirrozlar juda qiyin bo'lishi. Hmm. To'liq tuzalib ketgan sirroz bo'lishi qiyin. Sirroz sekin astalik bilan progressivlab boradi, yomonlashib boradi. Sekin astalik bilan. U davosiga qarab, o'ziga qanaqa qaraydi, dieta qiladi, qilmaydi, alkogol ichadi, ichmaydi, shularga qarab kimdadir tezroq rivojlanib ketadi, yomonlashadi, kimdadir sekinroq, kimdadir to'xtashi ham mumkin. To'xtab turishi mumkin, yillabda to'xtab turishi ham mumkin-da. O'sha masalan To'liq yo'qotib ketmaydi. yo'qolib Emboli virusi bo'ladigan bo'lsa, B virusi yo'qolishi qiyin. D virusi yo'qolishi qiyin. Dorisi yo'q bilan D virusi yo'qolishi juda qiyin. Virusga qarshi dorilar hali yaxshi ishlab chiqilmagan. B-niki bor, u ham uxlatadi-da, to'liq hayda olmaydi. Endi hozir bir ikkita dorilar sinovdan o'tyapti. Masalan, D virusda o'sha Mercludex yoki Bulevirtid degan dorini sinovdan o'tyapti Rossiyada, Yevropada. Endi bu dorini biz ishlatganmiz, bundan u 4 yil 5 yil oldin ishlatganmiz. Biz 2 milligramlik dozasi ishlatganmiz. Samara bo'lmadi undan. Endi hozir Rossiya Federatsiyasi shuni 10 milligramligini tavsiya etyapti. katta dozaligini. Katta dozani tavsiya etyapti. Endi undan ham davo bo'lish bo'lmasa, endi vaqt ko'rsatadi. Vaqt ko'rsatadi. Farhod Haydarovich, qimmatli vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. O'ylaymanki, bergan maslahatlaringiz, bergan ma'lumotlaringiz kuzatuvchilarimizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Sizlarga ham rahmat taklif qilganinglar uchun. Agarda shu bemorlarga bizani bergan ma'lumotdan qandaydir bir foyda bo'lgan bo'lsa, o'zimizni baxtli deb hisoblaymiz. Sizlarga katta rahmat taklif uchun. Bizni kuzatishda davom eting. Shunday videolarni sizlarga ulashishdan to'xtamaymiz.